Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan darsimizda TCP, IP va OSI modellar haqida birozgina tushuncha olgandik. Ya'ni OSI model Open System Interconnection model bo'lib, bu model, ya'ni tarmoqdagi A kompyuterdan B kompyuterga deylik, ma'lumotni o'tkazish uchun qanday ko'rinishda ma'lumot o'tkazilishini tushuntirib beradigan model. Albatta, model bo'lgandan keyin bilasizlar, u namuna sifatida beriladi, lekin aslida aynan o'sha turishdagi mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Shuning uchun umumiy mazmun mantig'ini tushuna olish uchun ASI modelni tushuna olsangiz, keyinchalik biroz o'zgarishlar bo'ladi va ularni dars davomida o'rganib boraveramiz. Xo'p, ASI modeli demak tushunarli. Bu model tarmoqda A kompyuterdan B kompyuteriga qay darajada ma'lumotni o'tkazishni tushuntirib beradigan demak namunaviy ko'rinish ekan. ASI modelning 7 ta demak qatlami mavjud. Application layerda ma'lumotlar bo'laklanadi va tartib raqam beriladi. Shu PDU protokol data unit deyiladi. Bu nima degani? Xo'p, keling, mana shu rasm. Bilasizlar, mana ko'rinishda. Endi mana shuni demak boshqa kishiga jo'natmoqchiman. Qanday jo'nataman? Buni olib borib berishga. Olib borib berishda aytibdi, jo'natuvchi aytibdi, menga mana shuni ichiga solib berasan. Ko'ryapsizki, bu demak buni ichiga sig'maydi. Sig'magandan keyin nima qiladi? Sig'magandan keyin biz mana buni ichiga mos ketadigan darajada buni bo'laklaymiz. Ana shu bo'laklash ishi demak OSI modelda qilinadi ekan. Birinchi application layerda qilinadi ekan. Maydalar tashlaymiz. Nimaga bu narsa kelib chiqyapti? Tarmoqda ma'lumot o'tkazishini ma'lum bir darajasi va bundan ortiq ma'lumotni bir vaqtda o'tkaza olmaydi-ku. Natijada uni bir vaqtda o'tkaza olmagandan keyin uni maydalash kerak. Maydalansa keyin o'tkazsa bo'ladi. Mana bo'laklab tashladi. Endi olsak, mana shuni ichiga solamiz desak, yash ketadi. Zo'r. Va qolganlari ham shunday maydalab tashladi. Rasmimiz. Xo'p, va buni nima deyiladi ekan? PDU protokol data unit. Shuni o'zi bitta bo'lak. Endi presentation qismida nima qilamiz? Bo'lingan qism va ya'ni PDUni tartib bilan shu qadam keltiramiz, ya'ni tartiblashtiramiz. Xo'p, nimaga? Biz pochtadan mana bu qutini ichiga bu demak buni ichiga buni soldim. Keyin buni ichiga ikkinchisini ichiga buni soldim. Ishga boshqa konvertga soldim. Shunday qilgan taqdirimda e'tibor berganimizda 3 ta konvert bo'ldi. Agarda men pochtadan jo'nataveradigan bo'lsam, bularni bir vaqtda ketmasligi mumkin. Qanday yuk ortib qolishi mumkin. Nimadir bo'lishi mumkin-da, esdan chiqib bittasi qolib ketishi mumkin. Shunday holatlarda pochtadan o'tkazayotgan, ya'ni jo'natayotgan. Natijada birortasi yo'q bo'lib qolishi mumkin. Yo'q bo'lib qolsa, biz bular rasmlarni qayta tiklaymiz deganimizda, demak biz ma'lumotimizni ololmaymiz, rasmni to'liq qila olmaymiz. Shuning uchun tartib raqam qo'yiladi. Tartib raqam qo'yish orqali biz bularni demak qayta tiklash kerak bo'lgan vaqtda tartibini bila olamiz. Xo'p, deylik ketdik. Mana bunga birinchi 1 berdim. Bunga tartib raqam 2 berdim. Bunga 3 berdim. Deylik. Xo'p, tartib raqamini qildik. Endi formati bu qanaqa formatdagi narsaligini bila olishimiz kerak. Bu rasm, ya'ni yozuv bo'lishi mumkin yoki mana qutda bo'lishi mumkin. Formati degani
qay turdagiligini bildirib olishimiz kerak. Shuni aniqlashtirib oladi. Demak, rasmni belgilab qo'yamiz. Undan keyingisi shifrlaydi. Endi mana bu ko'rinib turibdi xarita. Mana xarita. Bu xaritadagi demak ma'lumot o'rtada ketayotgan vaqtida kimlardir uni olib o'qib tushuna olmasligi. Shuning uchun shifrlanadi. Ya'ni himoyalanadi. Bu boshqalar o'qiy olmasligi uchun. Xo'p. Bu qism ham tushunarli va keyin qisqa. Keyin bu yana ko'proq joy olishi mumkin deb buni yana endi kesmaymiz. Bu chunki konvertimizning ichida joylasha oladi. Faqat qisqamiz, ya'ni kichiklartiramiz. Chunki jo'natishda oson bo'lishi uchun, ma'lumot tezroq yetkazish uchun. Qaytib borganda ham qaytib ochib oladi. Xo'p, siqdik. Endi station layer. Station layer bu aloqa. Buni tezroq tushuna olamiz. Aloqani ta'minlab beradigan. Get transport layerga o'tamiz. Transport layer videoni jo'natishga logic port raqam va qabul qiluvchi logic port raqamini qo'shadi. Endi bunga qo'shimcha ma'lumot qo'yamiz. Kim jo'natadi? Kompyuterda 65 mingdan oshiq demak mantiqiy port mavjud. Bular o'zgaruvchan bo'ladi va ma'lumot chiqayotgan vaqtda o'sha port raqami yoziladi. Deylik, masalan, 872. Hop. Qabul qiluvchiniki demak 712. Port raqami yozib qo'yiladi. Aloqa qilish uchun keyinchalik ichiga kirib olsak nimagaligini tushuna olamiz. Port raqam yozildi. Yaxshi, chotki. Endi bu hosil bo'lgan narsani mana bu. Ya'ni port raqami bor, siqilgan, hosil bo'lgan narsani nom beramiz. Unga segment deymiz. Buni segment deymiz. Get segment jo'natuvchi segmentga endi network layerga o'tganimizda IP va qabul qiluvchini IP, ya'ni ikkita IP adres qo'shamiz. IP adreslarni ham demak keyinroq olamiz. Masalan, 1.212 qabul qiluvchi 0.72 degan ko'rinishda to'liqroq keyinroq tushuntirib olamiz. IP adres bagini qo'shdik. IP adresini network layerga qo'shdik. Va buni nomini paket bo'ldi. Endi bu nomi o'zgardi IP. Keyin data link layerga o'tdi. Data link layerga o'tgandan keyin bu yerda MAC adres qo'shildi. Qabul qiluvchi IP'si qo'shiladi. Bu yerda MAC notur yozaman va uni frame deyiladi. Demak, MAC adres qabul qiluvchi va jo'natuvchi MAC adreslari qo'shildi. Endi qo'shilgandan keyin frame va tayyor mahsulot bo'ldi. Oldik. Mana tayyor. Xuddi o'shanday qildik. Tayyor bo'ldi. Keyingisi tayyor bo'ldi. Demak, konvertlarimiz tayyor. Buni frame deymiz. Xo'p, endi buni biz jismoniy jihatidan keyingi demak qurilmamizga jo'natamiz. Qanday qilib buni jismoniy jihatdan keyingi qurilmaga jo'natsak bo'ladi? Shu yerda jismoniy ma'lumotni uzatishni 3 xil yo'li bor. Birinchisi, demak, elektr orqali, ya'ni tok bor, tok yo'q. Morze alifbosidan kelib chiqqan, ya'ni bilamizki, Morze alifbosida ham tok ma'lum bir uzilish bo'ladi, bor. Svit yonadi, o'chadi, svit yonadi, o'chadi. Ma'lum bir interval asosida va o'shanda A harfini, D harfini nima so'z deyilayotgan tushunib olish mumkin. Xuddi shu ko'rinishda ishlaydi. Ya'ni elektr va uning uchun esa bizning mis kabellarimiz, bo'ynagi YouTube kabellarimiz, mana shu kabellarimiz bunga xizmat qilib beradi. YouTube kabelimiz. YouTube kabelimiz. Tok bor, yo'q degan vaqt. Keyingi qadamimiz bu ikkinchi yo'li ma'lumot uzatishdir. Bu optika orqali. Yorug'lik bor, yorug'lik yo'q. Yorug'lik bor, yorug'lik yo'q.
Bu esa optika, ya'ni shisha degan bildiradi. O'sha yerda yorug'lik bir tomondan uzatiladi, ikkinchi tomondan qabul qilinadi. Optikalarni biz ishlatamiz. Masalan, 1 kilometrda optik kabel qilsangiz, bitta switchni tutsangiz, bir tomoniga lazer tutsangiz, ikkinchi tomoniga yetib boradi. Demak, mana shu optika orqali ma'lumot uzatish. Va uchinchisi radio signallar orqali to'lqinlar, antennalarimiz bor, radiolar eshitamiz, bilamiz. Xuddi o'sha radio signallar orqali ma'lumot uzatadi. Shularning qaysi biri orqali demak ma'lumot uzatadi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasini ishlash tizimi bor yo'q, bor yo'q, bor yo'q strukturasida bo'ladi va bor yo'q bu 0 1. Ya'ni fizikal layer qatlamimizda bizni mana bu frameimizda bor yo'q, 0 1 0 1 0 1 1 0 ana shu narsaga o'tkazing. Ana endi ikkinchi qismga o'tdik. Endi dekapsulatsiya boshlanadi, bu enkapsulatsiya deyiladi. Xo'p, endi bunda xuddi shu narsa ikkinchi tomon o'zi qabul qilib oldi. Ikkinchi kompyuter shu orqali ma'lumotni qabul qildi. Endi shu narsa teskari usulda bo'ladi. 0 1 qabul qilib olgan bo'lsa, endi buni bitlar deyiladi va bularni frame ga o'zgartiradi. Keyin frame ochiladida, uni ichidan MAC adreslar tekshiriladi. Agar to'g'ri kelsa, bo'ldi, keyingi qatlamga o'tkaziladi. Unga paket o'zgaradi, paket ochiladida IP lar tekshiriladi. To'g'ri kelsa, ya'ni o'sha jo'natuvchi, qabul qiluvchini IP si to'g'ri kelsa, demak, keyingi qatlamga transport layerga o'tkazadi. Keyin transport layer PDUga o'zgartiradi, o'zini logic portlarini olib oladida, PDUga o'zgartiradi. Keyin aloqa borligini nazorat qiladi session. Hammen kelyapsanmi, to'g'ri kelyapsanmi, bormisan, yo'qmisan, yo'q bo'lsa darak kel. Yana jo'natuvdan shu qismi qolib ketdi degan ko'rinishdagi demak aloqani ta'minlab turadi session. Keyin presentation layerga o'tamiz. Presentation layer shifrni yechadi. Endi deshifr. Ya'ni boyagina shifrladik-ku, o'qib bo'lmaydigan. O'shani qayta o'qib bo'ladigan holatga keltiradi. Keyin application layerga o'tamiz. Application layer esa demak uni xuddi mana shu yerda qilingan ishni shifrlaydi, siqishdan kechadi, formatini aniqlaydi. Masalan, rasm bo'lsa JPEG format yoki bilasizlar NMG shunaqa formatlari bor. O'shalarni birortasini aniqlab, o'sha tayyorlab beradi. Application yerda, ya'ni programma shunday maktub olib sizga beradi. Ko'ryapsizmi? Ma'lumot uzatishda juda katta proses davom etadi. Bu narsa juda oldin qiyin bo'lgan. Endi texnologiya rivojlangani uchun mana bu narsalar juda millisekundda va katta qurilmalar, katta apparat bilan ishlagani uchun bizda sezilmaydi. Aslida mana shunday ma'lumot almashish bo'lgan. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling yana mana bu yerda hozir quyidagi ishni qilamiz. Mana bu yerda siz uchun animatsiyasini qo'ydik. Mana jo'natuvchi kompyuter 7 ta qadam: application, presentation, session, transport, network layer, data, physical layer. 7 ta qadam va kompyuterga jo'natishimiz kerak. Boshlaymiz. Application layer boshidan boshlaymiz. Boshida nima deyapti? Olib the application layerdamiz. Ma'lumotni video ko'rinishdamiz. Keyingi qadamga o'tamiz. Encryption qildi va ma'lumotlar shifrlandi. Hajmi kichraytirildi, siqildi. Keyingi qadamga o'tamiz. Session aloqani ta'minladi. O'rtasida demak quyidagi narsa bu. Keyingisi header. Boyagina nomi header deyiladi. Ya'ni sizlarga aytdim, portlar qo'shiladi dedik. Portlar, ya'ni 65 ming bo'lgan, 65 mingdan ortiq portlar bor. O'shalar mantiqiy portlar, ular kompyuterlarda o'sha berilganini vaqtinchalik ushlab turadi. O'shani demak qo'shib borsa header deyiladi. Endi tepasiga qo'shib qo'ydida shu ma'lumotni, ya'ni bo'ynak bo'layicha. Keyin
Header 3-chi qatlam network layerga esa endi IP deb qo'shdi. Data link layerda esa MAC deb qo'shdi. Fizikalga hamma ma'lumotni oldida 0.0.0 ma'lumotga o'zgartirib tashladi. Keyin shu faolda kabi orqali mana harakatlanmoqda oynagi 0. Ikkinchi kompyuterga o'sha yetib keldi. Fizikal layer bo'lib qaytib keldi. Va unda quyidagi ma'lumotlar bor. Endi bitta yechilib borgan. Ketdik. Demak, frame ichida mana shu bor. Ketdik. Network bitta orqaga qaytib boraveramiz va kitob mana faylimiz B kompyuterda o'qadi. Xo'sh. Mana bu yerda ham salgina tushunib olsangiz bo'ladi. Demak, ko'rinishda ma'lumot turadi, ma'lumot data deyiladi. Unga demak, ma'lumot chiqib keldi, shifrlandi va 5-session layerda kerakli aloqa uchun ma'lumotlar qo'shildi. Buni keyinroq o'tamiz. Xo'p, keyin transport layerga o'tdi, mana qo'shimcha headerlar qo'shildi. Keyin network layerga headerlar qo'shildi. Keyin data link layerga yana nimalardir qo'shildi. Oxiri 0.0 ga o'zgardi va xuddi shu narsa teskariga aylanib ketdi. Demak, YouTube'da videolari bor, animatsiyalari bor, qanday ma'lumotlar almashishni va buni chuqurroq keyingi darslarimizda ichki qismlariga o'rganib boraveramiz. Umumiy tushuncha olib olgan bo'lsangiz